Mana gilosni muzlatmoqchiman. Kecha gilos olib keluvdim. Unaqa ja to'ldirib solmaysiz. O'ta to'ldirib solsangiz muzlaganda toshib ketadi. Mana shu bir qator terib boraverasiz. Boshidan ko'rsatmabman. Mana onim bo'ldi mana. Endi mana ikkinchisi mana. Bunga ham ozgina solaman mana. Bir ikkita solsam bo'ldi, o'zi to'lib ketdi buni. Mana bunga ham mana qilib bir qoshiqdan solib to'ldirib borasiz. Mana ikkala gilosim muzlatishga tayyor mana. Kecha 2 kilo gilos olib kelganman. Bu giloslar hali katta ko'kan gilosdan oldim. Hozir yana 2tada, 3tada chiqadi. O'rtoqlar, mana shunaqa qilib muzlatib qo'yaman giloslarni. Kulpinoyda ham muzlataman. Smorodinam bor muzlatilgan. Qishda maza qilib yeymiz. Hozirdan yeyishyapti bolalar. Kulpinoylarim tugay dedi. Muzlatgan kulpinoylarim yeyish bo'lay dedi nevaram. Nevaram rosa yaxshi ko'radi. Marojnani o'rniga yeyman deydi. Mana o'rtoqlar, mana shunaqa qilib qo'ysak, hali qishlarda vitaminimiz kamayib ketgan paytlarda maza qilib shuni yesak, eritib o'zimizga vitamin bo'ladi. Biz qarimiz endi, biz 70dan oshgan xotinlarimiz, o'rtoqlarim bor. Hammamiz mana shunaqa vitaminli ovqatlar yeyishga muhtojmiz. O'tirishlarimiz bor, o'tirishlarda mana shunaqa vitaminli ovqatlar yeyishga harakat qilamiz doim. Ko'proq go'sht yeymiz, suyakli go'shtlarni qaynatib yeymiz. Go'sht dimlab yeymiz, shunaqa. Alloh hammani shunaqa kunga yetkazsin. Oldimiz 75ga kirgan o'rtoqlarim. 76ga kirgani bor. Xursandmiz, mashinalar minib yuradi bitta o'rtog'imiz. Mashinasi bor o'zini, 5 kishimiz. Qayerga bo'lsa ketaveramiz. 5 kishi o'rtog'imiz mashinani minib oladi. Borib, o'tirib, yaxshi ovqatlardan yeb kelamiz. Alloh hammaga nasib qilsin shunaqa kunlar. Bolalarimiz mehribon, Xudoga shukr. Pul desak beradi. Mana pul. Xohlaganingizni oling deb sumkasi bilan tashlab qo'yishadi. Allohga shukr. Yetkazganiga shukr. Mana o'rtoqlar. Bugun shu ishni qilmoqchiman. Shu gilozlarimni muzlataman bugun mana 2tasi. 2tasi tayyor. Sog' bo'linglar. Mana o'rtoqlar. Mana ozgina mana solasiz. Yana mana bir qoshiqda shunday aylantirib mana solib chiqasiz. Keyin yana bir qator yana solamiz mana. Yana bunga ham mana bir qoshiq qilib aylantirib sepamiz. Endi yana bir qator solamiz hozir. Bunga ham mana shunaqa qilamiz. Endi yana bir qator solamiz. Bo'ldi, oxirgisi shu mana. Aylantirib olamiz. Bundan to'ldirsangiz bo'lmaydi. Bo'ladi mana. O'rtoqlar, muzlatishga tayyor. Mana juda chiroyli chiqqan.
aylantirib hammasiga shakar tekkan. Mana bu muzlaydi, shunaqa shirin bo'ladi. Maza qilib yeb oladi hali nevara. Mana. Nasha qilib muzlatib qo'ysanglar zo'r. Marojnaning keragi yo'q. Marojna yegiz kelganda shunday bittasini ochasizda, marojna yeganda yeb maza qilaverasiz. O'rtalar. Mana o'rtalar 3 tada qildim. Muzlatdim 3 tani mana. Mana rost chiroyli chiqdi 3 ta. Mana shu gilosdan mana. Mana shu gilosdan qildim. Endi buni yeyisharmish. Yeymiz dedi-yu, qilmang, yeymiz o'zini deyishdi. Ha, bo'pti dedim. Qilmadim, 3 taga qildim xolos, o'rtalar mana.